alaykum, hurmatli Polistrobloq kanali kuzatuvchilari. Mana shu uyimiz 2021-yil qurilgan. Uy Polistrobloqdan qurilgan. Mana betidagi metal siding. Endi o'zimizda tunikafon deydi. Tunikafon qilingan. Mana derazalar terma qo'yilgan. 2 qavatlik oyna. Mana bu bunimiz hammomda ustidagi mana bochka turadi, suv o'sha uchun baland qilingan. Buni mana oddiy shikaturga qumshoq bilan qilib qo'yganmiz. Mana orqa tomonlari ham xuddi shunday. Mana bu yerimiz nima qilingan? O'tin qurg'ur oshxona qilingan. Mana shu uy bag'i endi paxsalik qilingan. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana yoriq bor. Yoriq nimaga desangiz, yoriq mana shu tepadagi balkonda bu yerda ustumi turibdi. O'sha ustumga mana bu yoqdan nima kelgan? Polistirol blok, bu tomondan ham kelgan. Baribir bu yerga mana armatura urilmagan. O'shaning uchun bir nima qilingan. Mana o'zi betoni ham ma'lum, beton 2 xil qo'yilgan bu yerga, bir biriga olib kelib. O'shaning uchun yorilgan bu yer. Blokni o'zi yorilmagan, mana shu blok kelib to'xtagan joy. Mana bu betonga armatura bunday qilib qotirilmaganda, o'shaning uchun yorilgan. Bu yerda xatolik ketgan, terishda. Uni betonga armaturani o'tkazib, keyin blok terib, nima qilsa, sveska bo'laydi u narsa. O'shaning hisobiga o'rnamaydi. Oddiy endi hozir mana shu bu tomon mana polistirol blok, bu tomon beton ustum tumbada. Hozir ichkarida qishda imini mana shu betonni to'g'rayi tellab mana shunday bunday suv og'a ichkarida. Sabab mana beton yaxtayda o'tkazib yoradi. Agarda g'ish bo'lsa, g'ish ham xuddi shunday yaxtayda o'tkazib yoradi. Issiq bo'lsa, issiqda o'tkazadi, yaxtay bo'lsa, yaxtayda o'tkazadi. Bu tomon umuman tellamaydi, issiq. Imini mana shu. Endi bu xatoni to'g'rilashdi yo'li. Endi mana bu yerga Pinaplex qoplaymiz dagin. Bu yerda mana shu yerdan mana shu yergacha Pinaplex qoplab, ustini yana shikaturka qilib qo'yamiz. O'shanda Pinaplex o'tkazmaydi mana betonga sovuqda. O'shaning hisobiga ichkari terlamaydi endi. Bu yerda o'sha xatoliklar bo'lgan. Mana bu tomonda ham xuddi o'sha ahvol. Bu tomonda ham armatura o'tkazilmagan, trishina berilgan. Atak mana devorda o'zi qolgan joyidagi devorda umuman trishina yo'q. Faqat mana shu noto'g'ri qilinganligi sababiga trishina bor bu yerda. Yoki bu yer addini qo'yilganda, mana tumba bo'lgandan keyin blokni o'zi taxlanib ketilgan. Agarda blok qo'yilib kelib, araga betonni o'zini mana bu tomondan apalabga qo'yib turib, betonni o'zini qo'ysa ham bu yoriq bo'lmaydi. Chunki blokni mana bu yerdagi rastvorda betonni mana bu bloklar qisib qolaydi. O'shani hisobiga qo'yilmaydi. Hozir bular addini olib kelib bunda qo'yilgan. Bu ustalarda xatosi bo'lgan bu yerda. Mana dakansa. Endi bu yerda ham mana shu ahvol, shu betonimiz addini. Bu mana shu tumba. Tumbaga olib kelib baxtdan beton qo'yilgan, baxtdan qo'yilgan. O'sha hisobiga mana shu yergacha yoriq ketgan. Bu shu tumbani girdidagi yoriqlar. Mana shu yerda tumba turibdi. Bu yerda ham shu Pinaplex qilib yopsak, o'shanda yopilib qoladi. Mana orqa tomonimiz, bu tomonimiz kanal. Uyimizda mana ko'rinishi. Uyimiz mana shu ko'rinishda qilingan. Hali ancha kamchiliklar bor. Kamchiliklar sekin-sekin to'g'rilaymiz. Mana bu tomondan ko'rinishi, oldi ko'rinishi bunday. Assalomu alaykum. Mana umuman uyning ko'rinishi mana shunday qilingan. Hali bu yerda streka ketyapti, mana xaltalar, stejka qo'yilyapti, hali streka tugagani yo'q. Mana darvozalar girdi turibdi. Mana bu ayvonlar tagiga apishibga bo'lish kerak yoki mana profillari kraska bo'lish kerak. Mana uy. Uyimizning proyekti. Lekin nimasi juda effekti katta. Mana bu tomondan ko'rinishi uyda. Metal siding qilganmiz betini.
Metalasaydingda siz mobodo, paxsada, shlaka blokda yoki pishirishda qilmang umuman. Agarda pishirishda bu qiliqni qilsangiz, bitta metalasaydin qilsangiz, umuman ichida yashalmaysiz. Chunki mana bu metalasaydin issiqda ichkariga issiqni o'tkazib yuboradi. Bu yerda qilishimizning sababi blok o'tkazmaydi sovuqda. O'shaning uchun bu yerga metalasaydin qilingan. Yana savollaringiz bo'lsa, qoldirsangiz, savollarga javob beramiz. Hozirda bloklarimizning narxi 25 mingga 24 ming. 24-apreldagi videomiz bu. 23-aprel ekan. Uzr. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmasa dislike.